Kariz qaynonam shu paytgacha to'plagan hamma pulingni ber, kreditlarimni yopib yuboramiz dedilar. Lekin men yo'q, uzr, kreditlaringizni yopib bera olmayman, lekin qolgan hamma narsada yordam berishim mumkin desam, mendan qattiq xafa bo'lib qoldilar. Kariz qaynonam telefonimni, parollarini, hamma narsalarini biladilar. Shuning uchun meni kartamda qancha pul borligini ham hammasini biladilar. Shuning uchun ozroq pul yig'ib qo'yibsan, menga bersang, kreditlarimda yopishda yordam bergan bo'larding dedilar. O'g'lingiz kelgunicha bitta uy olmoqchiman, uzr, kreditlaringizni to'lab bera olmayman desam ham meni umuman tushunishga harakat qilmadilar. Bu uyga meni aldab olib kelishganlari yetmagandek yana ko'timni qisib 5 yil o'g'lini armiyadan kelishimni kutib o'tirganim yetmaganday mendan judayam ko'p narsalarni talab qilishyapti. Sen ham endi bu oilani a'zosisan, meni kreditlarim seni kreditlaring, men menga yordam berasan deb bu uyga kelin qilganman deb aytdilar. Qaniydi meni ham mashina urib ketib menga ham kimdir uy sovg'a qilsa, mingdan ming rozi bo'lgan bo'lardim. Men ham alohida uy olib o'zimni onamni Koreyaga chaqirib maza qilib yashash niyatim bor. Shunday yaxshi niyatlarni o'ylab shu paytgacha shuncha ko'p muammolarga duch kelsam ham hammasiga ko'zimni yumib keldim. Lekin qaynonam o'g'lim kelgunicha sen bilan oxirgacha yashab ketishga ko'zim yetmayapti deb mendan juda ham xafa bo'lishyapti. Bu bilan kreditlarimni to'lamasam bu uydan ket degani.